Ana, kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turq sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilek. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuning. Mana shu bolku chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kela? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Nechtaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Bir uy sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kim kerak? Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani.